Assalomu alaykum. Mana bugun biz Xatirchi tumaniga keldik va Xatirchi bozorining ahvolini va iste'molchilarning fikrini bugun biz birma-bir so'rovnoma o'tkazib bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Bugun biz Xatirchi tumanida bozorini, narx-navolarini va iste'molchilarning fikrini o'rganish maqsadida tashrif buyurdik. Xatirchi bozorining narx-navolari va mahsulotlarining sifatlari sizni qoniqtiradimi? Qoniqtirmaydi. Nega? Hamma narsa qimmat bo'lib ketgan. Moyla qimmat. Masalan, men guruch mana arzon oldim hozir. Keyin boshqa narsalar ham qimmatda hamma narsa. Qoniqtirmaydi. Go'shtlar ham qimmat, moyla qimmat. Bunda ham hamma narsa qimmat bo'lib ketdi. Qoniqtirmaydi. Endi ko'pga kelgan to'y hozir Xudoga shukr hamma narsa bor. Oldinglar aytaydi, qimmatlik bo'lsa bo'lsin, qahatchilik bo'lmasin. Xudoga ming qadar shukr. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, ko'pga kelgan to'y. Prezidentimiz pensiyani ko'taraman, doda voy yig'laman deb narx-navoni osmonga chiqardi. Aniq. YouTube'da faqat uni yolg'on. Ko'pga kelgan to'y edi. 1 kilo. Ha, shuni bozorimiz yaxshi, narxlar sifatli. Bunday narx-navosi baland emas. Bozorga vaqtga moslashib ketaveradi hamma narsa. Albatta qoniqtiradi. Hamma narsasi sifatli, boshqa narsasi ham yaxshi emas. Nimasi, masalan, pomidor podringlar ham hozir chiqqan, hozir umuman ekinlar chiqarilmaydi. Parniklarda chiqarib beradi. Mevalarning hammasi har xil turidan hamma narsasi bor. Pishiriqlar ham, mevalar ham, nonlarning hamma narsasi bor. Zo'r. Narx-navolar zo'r. Samgilovni tinchlik, xotirjamlik, narx-navolar zo'r. Mehnatga yarasha sifatiga qarab yaxshi. Yomonlash kerak emas. Faqat qimmatda mana qizil piyozdagi o'sha qimmatlagan qizil karam sotyapti qimmatroq, qo'yani hammasi narx. Joyi tushadi. Zo'r. Yo'qolamiz. Albatta qoniqtiradi. Narxi sifati hamma narsasi shukur. Arzonchilik. Prezidentimiz sog'lom misilda tinchlik zamonida, ro'zg'orimiz oyida hamma narsa arzonchilikda yaxshi narxlarda olyapmiz.